Tak xonimlar va janoblar, bu body lift amaliyotimizdan keyingi bir oylik natijamiz. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Body lift, ya'ni tanani pastki qismidan ortiqcha terlarni to'liq olib tashlaganmiz hamda dumba qismi ko'tarilgan, bellarni mana bunaqa chiroyli perihodlarni hosil qilganmiz. Do rasmlarda ko'rishlaringiz mumkin. Bu lipofiling amaliyoti, ortiqcha yog'larni olib dumba qismiga qo'yib berganmiz hamda qorinni oldingi devordagi ortiqcha terlarimizni to'liq olib tashlaganmiz. Ortiqcha terlar juda ham ko'p edi. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib natija bir oy uchun. Endi ko'pchilik savol beradi, body lift amaliyotidan keyin chandiqlarning ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Marhamat, body liftdan keyingi chandiqlarni ko'rsatamiz. Mana shunaqa bilyoni tagida yashiringan bo'ladi chandiqlar va ko'rinishi mana ko'rishlaringiz mumkin. Ingichka poloska bo'ladi. Bu hali bir oylik bo'lgani uchun qizil bo'lib turibdi. Vaqt o'tgandan keyin mana shu ingichka oq liniyaga aylanadi. Chandiqlarimizni ko'rishlaringiz mumkin.